بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 69. bab من آذى جاره حتى يخرج birov ozor berib qo'shnisini ko'chib ketishga majbur qilgan bo'lsa nima bo'ladi degan ma'nodagi bob. Savban radhiyallohu anhu aytar ekanlarki: ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. ikki kishi bir-biri bilan urushib qolsa, gapirishmay yursa 3 kundan ortiq ulardan biri halokatga uchraydi. Ikkovi ham o'lsa, ikkovi ham shu gapirmay bir-biridan kina saqlab ketgan bo'lsa, ikkovi ham halokatga uchraydi. Bittasi gapirib nima qilsa, ikkinchisi gapirmasa, gapirmagan halokatga uchrar ekan. Ikkovi ham shu dushmanlikda bardavom turib, ikkovi ham bir-birini kechirmay, bir-biridan uzr so'ramay o'lib ketsa, ikkovi ham demak halokatga uchrab do'zaxga tushar ekan. Yana bir davomi ikkinchi qismi shu ekanki, bir qo'shni ikkinchi qo'shnisiga zulm qiladi. Unga demak qahr ko'rsatadi. Har xil yomonliklarni qiladi. Oxiri borib haligi qo'shni bechora shundan qutulayin deb uyidan ko'chib ketishga majbur bo'ladi. Ana o'shunday qilishga sabab bo'lgan yomon qo'shni ham halokatga uchrar ekan. Qiyomat kunida oqibati nihoyatda yomon bo'lar ekan.